Bir xil rubashka stildan charchadinglarmi? Mendan 3 xil trendiy obraz sizlarga. Birinchi bo'lib rubashkalarimizni ikki yonini xuddi kimnidir chimchilaganday qilib qayirib olib, bir-biriga ustma-ust qilib, o'zingizda bor xohlagan rezinkanglar bilan mana shunaqa qilib tugib qo'yasizlar. Keyin buni yaxshilab ochib chiqsanglar, shunaqangi gulchali rubashkamiz tayyor bo'ladi. Xuddi bir yangi kiyim olganday likkilashimni qaranglar. Ikkinchi stilimizga bizga shunaqa uzukcha bilan mana shunaqa uzun lentishkacha kerak bo'ladi. Rubashkalarni bir tarafiga uzukchani qo'yib, orqasini rezinka bilan qistirib olasizlar. To'g'risini aytsam, menda shunaqangi besunaqa rezinka borligi uchun shuni topdim. Sizlar maslahatim ingichkaroq rezinka bilan bog'laganinglar yaxshi chiqadi. Bir tarafini mana shunaqa tugmasi o'tkazilayotgan joyiga bog'laymiz. Shu bilan lentishkamiz bandikcha hosiliga kelib, chiroyli bir rubashkaga aylanadi. To'g'risini aytsam, menga bu layfhak juda ham yoqdi. O'zimni qanaqadir nejniy qizlarga o'xshatib bordim. Oyna xijolat bo'lib ketdi. So'nggi obrazimiz uchun bizga 2 dona ignaband kerak bo'ladi. Mana shu narsa kimlardir ignaterovich, kimlardir ignaband, kimlardir igolka deb ataladigan, bizda ignaterovich deb aytiladi. Rubashkamizning ikkita tarafiga mana shu ignaterovichlarni bir xil qilib qistirib olamiz va rubashkamizni oldini yopsak, hozirgi vaqtda hamma magazinlarda sotayotgan trenddagi rubashkalarga o'xshab qoldi deb o'ylayman. Sizlar ham shunaqa rubashkalarga o'xshatdinglarmi? Bu yurak sizlarga, sizlardan esa ko'p bala layklar kutaman.